Assalomu alaykum kanalimiz a'zolari. Sizlarga ikki xil modelimizni hozir obzorini qilib beramiz. Ikkalasi ham turetskiy fason. Bu ishimiz razmerlari 320 ga bu tarafi 220. Ikkita katta tumbasi bor. 90 ga 60 bo'ladi tumbasi. Bu ishimizni sidinasi pampers prujina bo'ladi. Orqalari ham o'zini materialda bo'ladi. Karkazi buni Sasna rekida bo'lgan. Hop, bu ishimizni narxini 3.800.000 so'm qilib beramiz. Hop, yonlarida qo'lib olishlari ham o'zgacha bo'lgan. Oldilarida ham ozgina mana lentasi bor, yog'och aylantirilgan oldi peretida. Navbatdagi ishimiz mana bu ishimiz materiallari ham qimmat materialda bo'lgan. Bu moshi emas, lekin super moshi deb qo'yishyapti. Yuvsa ham bo'laveradi. Bu ishimiz ham karkazlari Sasnada bo'lgan. Materiallar aytganimdek qimmat materialda. Buni ham razmeri 3.30 ga, buniki 2.30. Uyni to'rala tarafiga ham aylanaveradi. Misol uchun bu burchakni bu tarafga qo'yiladi-da, qo'l qo'ydigan aylantiriladi. Uyni to'rala tarafiga ham aylanaveradi. O'ng chapi yo'q, ikkalasini ham. Buni tumbasi 50 ga, hop, yo'q. 60 ga 50 buniki. Buni ham ikkita tumbasi bor. Bu ishimiz narxini 4.900.000 so'm qilib beramiz. Buni ham shu orqalari o'zini materialda, hamma yo'g'i. Shu qo'lib olishlari yana mana polishlik. Qo'lib olishlari olinadi, mana olinib, qo'yib qo'ysa ham bo'ladi. Yumshoq juda ham. Yonlari ham mana taxtalari bor. Kimga shuni ishlarimiz kerak bo'lsa, aloqaga chiqaverasizlar. Nomerlarimiz 97lik 350 10. Telegram, WhatsApplar bor. Aloqaga chiqaverasizlar, chiroyli qilib beramiz. Hammaga rahmat.